Ya Qo'chqor aka. Qachongacha jurasiz bitib, gitarangizni quchoqlab Shohruxxonga o'xshab, uylanishlik harakatini qilmaysizmi? Nima bitasiz? Men aka hozirgi qizim kiymayman dedi. Nima? Endi nima qilayin endi kal deb yotdim men endi. Kal deb tiymayapti endi nima qilayin endi. Menimcha shu qiz borki, gitarangizning kichkinaligidan tiymayman dedi sizga. Nima deysan, kattartiraymi? Internetda bu zo'radan bor-da. Ha? Voy, seni bir pardeshka qilay, bir odam bo'ylay. Bo'ldi, teng bo'l, men ukamsan, menga pardeshka kerak hozir. Bo'ldi. Internetga zakaz qilamiz. Yana bitta narsa bor-da. Joduga ishonasanmi? Yo'q, ishonmayman. Yal kelganda bo'lmoqda. Nima qilardingiz? Chunki chashlamni o'stirib beradi. Ana shu Jumanazar tog'a bor-ku, Jonboyda. Ana shu yoq 100 qancha neberam, 100 qancha qizim bor deb yotadi. Ana shular birontasi kelib qolsa uylanmaysizmi? Qaraga uylanib yurardim. Danga. Ular chunki qo'ldan ko'p narsa keladi. Danga. Nimaga desang, ular bunday qilsam ko'p narsa bo'lib ketadi. Shu chashmam chiqib ketadi. Kakaras. Zo'r idea bergan gap yo'q ey. Bunaqa idea berib turibsiz. Rahmat sizga ukam. Boringizga shukur sizdey. Shunday. O'zining yo'limizdan chiqib qolganday mayli dey. He? Jasur sen boksga qatnamadingmi ukam? Men qo'rqib ketdim, sen qo'rqib ketding. Aka men qizlar bilan urushib jurardim-da. Qo'chqor aka! Jasur ukam!